Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Hijratda 3 kun Savr g'orida qolib ketdi Hazrat Abu Bakr bilan bekinishib, va endi har kuni sahobalar mana shu joyga chiqishardi. Har kuni shu yerga chiqib, Rasululloh kelishini mana shu tarafda kutardi. Mana shu yerda poylashardi. Ha, mana shu yerdan kutardi Rasululloh alayhisalomni. Kinolarda ham bor-ku, mana shu yerda kutardi. Mana uni qarang, 15 asrlik xurmo mashi kelasi. 15 asrlik, ha. Mana chiqish yo'li, mana bu o'tiradigan joyi. O tepada ko'ryapsizmi? O'tiradigan joyi sahobalarda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mana buniki. Ikkalasi o'tirishardi, poylashardi mana shu yerda. Sahobalar tomlarga chiqqan, xurmolarga chiqqan mana shu yerda o'tirardi. Men payg'ambar alayhisolatu vassalom uzoqdan qoralari ko'rinib qoldi Rasulullohda. Ko'rinib qoldi Hazrat Abu Bakr bilan kelayotgani. Bu yerdan turib, bu yerdan baqirishdi, ana Rasululloh kelyaptilar dedi. Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar! Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar! Allohu akbar! Yo'q, mana shu joyga kelib payg'ambar alayhisolatu vassalomni masjidga to'xtatishdi tuyalarini. Tuyalar hozir uchragan. Rasululloh alayhisalom masjidga tuyalarini to'xtatishdi qarang. Rasululloh mana u ham 15 asrlik. Mana ko'rayotgan chayleza. Monisi yangi qilingan, lekin ustunlar 15 asrlik. Rasululloh ko'rgan ustunlar. Rasululloh alayhisalom masjiddan Hazrat Abu Bakrlar shu yerdan kirdi. Hazrat Abu Bakr kelasidan keling dedi. Kelishdida mana shu joyga Rasululloh alayhisalomga bir to'ngan qo'yishgan edi Rasulullohga. To'ngakka o'tirdi. O'tirganda Madinalik ansori ayollar bu yerda o'tirgan edi, alohida chaylarning tagida. Ko'ryapsizmi? Ayollar kelib Rasulullohga bayot berdi, Madinalik ayollar. Qolgan musulmonlar bayat berdi. Payg'ambarimiz alayhisalom chanqagan edi. Chanqaganida suv keltiringlar dedi Hazrat Umar. Mana bu quduqni suvini olib kelishdi. Quduqni suvini olib kelishdi, Hazrat Abu Bakr ham chanqab turibdi-da. Rasululloh Abu Bakrga berdi, Rasululloh siz ichsinlar dedi. Keyin orqasidan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga Rasululloh ichuvdi, Hazrat Abu Bakrda ham chanqoqlari qo'ndi. Keyin Rasululloh alayhisalom asr bo'lib qoldi. Rasululloh azon ayting Bilol dedi. Diyoda Hazrat Bilol mayerdan chiqdi mana. Mana shu joydan Hazrat Bilol chiqib, bu yoqqa chiqib azon aytdilar, ha? Hazrat Bilol chiqib mana shu joyda azon aytdilar. İlk azon Madinadagi azon aytuvdi. Payg'ambar alayhisalom asr namozini mana shu joyda o'qidi sahobalari bilan birga. To islom olamidagi birinchi masjid Qubo qurilguncha Rasululloh 5 vaqt namozni 15 kun davomida mana shu joyda o'qiganlar. Mana shu joy o'zgartirilmagan. Rasululloh ashbayda qanday o'qigan bo'lsa, shunday o'qigan. Shunday bo'lgan. Hozir ana shu joyda biz xufton shom o'qiymiz inshaalloh. Rasululloh sunnatlarini tiriltirgan holatda. Keyin yana bir narsa bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalomni hammalari aytdiki, "Ya Rasululloh, biz uyimizga kirsinlar. Ya Rasululloh, biz uyimizda mehmon bo'lsinlar" dedi. Rasululloh aytdiki, "Tuyamni o'z holimga qo'yinglar, tuyamga Alloh buyurgan joyga kiraman" dedi. Rasululloh tuyalar shu yerda edi, Qasvo. Qasvoga buyurdi, Qasvo o'rnidan turdi-da, shunaqasi yurib, borib turib, o'ni ro'parada turgan eshikka Abu Ayyub al-Ansoriyning uylariga kirdi. To'xtadi. Ana ro'paradagi uy ashi bo'ladi. Rasululloh ana shu joyda 2 oydan ziyod yashagan. Avval birinchi qavatlarda, keyin ikkinchi qavatlarda qanday bo'lsa, shunday saqlangan ana shu uy. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu deyishi bo'ladi. Tuyalar Qasvoda turadigan joylar, hashay turibdi, ana shu joy bo'ladi. Mana masjidga tuyalar to'xtaydi. Juda yaxshi bo'ladi. Ansoriy payg'ambarimiz alayhisalom Rasululloh alayhisolatu vassalom ko'rgan mana shu devorlar hammasi mashinalar aytyapti. Rasululloh mana shu joyda, mana shu holatda yashagan. Yerlari ham xuddi shu bo'lgan. Ilomi bo'lmagan, boshqasi bo'lmagan Abu Ayyub uylarida. Mana shu yerda yashab Rasululloh alayhisalom avval birinchi qavatlarda yashaydi. Abu Ayyub aytadi, "Yo Rasululloh, tepaga chiqsinlar" deydi. Desa keyin, "Yo Abu Ayyub, meni uyimga meni uyimga dilini oldimga yosh kattalar ham keladi" deydi. Qiynalab tepaga chiqqan. 2 kundan keyin majburlab tepaga olib chiqishadi.